Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Inşallah nebijala. Hazır bizim o tünigen değişikliğimiz boyunca inşallah bir İstanbul'daki namayişini naq meydandan bir şehdeki qarindoshlarimizni ziyorat qilaylik deb shuni tirishchilik ko'rsatayapmiz. İnşallah qisqa vaqt ichida ulusha olayman deb o'ylayapman. Ammo birisiga u yerdagi avvallar biraz nima bo'lganligi uchun ya'ni ovoz yuksak bo'lganligi uchun qarindoshlarimiz bilan telefonda biraz aloqalashishda biraz nima bo'lib chekyapmiz. İnşallah hozir mana men Facebook'dagi naq maydondan ulab taqtayotgan qarindoshlarimizni chiqarib qo'yib turdim qarindoshlar. Demak men hozir nimadagi ahvollarimizda İstanbul'daki namoyishning ahvoli nayt yaxshi shaklda ilib berilyapti qarindoshlar. Istiqlol televiziyasining naq maydondagi taqtayotgan ko'rinishgan buni men ulab qo'yib turdim hozircha. Naq maydondagi bir qarindishimizni ulusha olsak, shu shaklda har birlari bilan shu naq maydondagi qarindoshlarimizni ziyorat qilish orqali bir shaklda naq maydondagi ahvoldan bir ayrim shaklda bir nima qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu bugungi bu xalqaro bir ayollarning tonilgan bir kunida Sharq Turkistondagi izlayotgan xalqimizning ovozini yangritish uchun bu qarindoshlarimizning bu Xitoy elchixonasining oldidagi yo'lga yig'ilib bir shaklda namoyish qilishi nihoyat ahamiyatli. Buning uchun Sharq Turkistonda ayollarimizning hammamizning iffat nomusi dafsanda qilinayotgan, bulg'anayotgan bugungi kunda biz bu yerda bir shaklda nima qilishimiz, bir shaklda qarshilik harakatlarini bildirishimiz, harakat ilib berishimiz bu bek muhim qarindoshlar. Shuning uchun İstanbul'daki qarindoshlarımızdan Allah razı olsun, hemşerilerimizden Allah razı olsun bir şekilde muşu bugünkü vaqtini, bugünkü qimmatli vaqtlarni ajratib mush maydonga yig'ilib, mishada bir şekilde Xitoy tajovuzlariga qarshi o'zining maydonini bildirish, Sharq Turkistondagi zulmni oshkorlash bu bek muhim qarindoshlar. Buning uchun agar biz shu naq maydondagi qarindoshlarimiz bilan bir nima qila olgan bo'lsak, ashadagi ahvollarning qanday ekanligini, qarindoshlarimizning ashadagi o'zining hissiyatiga bog'lab turib, qanday tushunchada bo'layotganligini, shuni yangilik shaklda anglasak, nihoyat yaxshi bo'ladi degan umidda saqlayapman qarindoshlar. Telefonlarimiz bilan o qarindoshlarimiz bilan bir nima qilayotgan bo'lsakmi, ammo u yerdagi nima pek ovoz yuksak bo'lganligi uchun qarindoshlarimizning telefonlari o'g'an qarindoshlarimiz aloqalashamayapmiz. İnşallah bir şekilde oluşup qalsak har birlariga yana shu qarindoshlarimizni o'zining og'zidan bir ahvolini anglasak nihoyat yaxshi deb o'ylayman qarindoshlarim. Mana bugungi qarindoshlarimiz mana har shaklda mana o'zimizning bayroqlarini, Turkiyaning bayrog'ini, o'zining urug' tuqqanlarining rasmlarini bir ko'tarish shaklida bu yerda qarindoshlarimizga namoyish maydonida jonliq ruhli holatda mana yuksak sho'rlarni to'lab turyapti. Allah razı olsun deymiz. Bu nihoyat bir yaxshi bir shaklda mushundoq ko'chalarga to'kilib bir shaklda o'zimizning turishliq davlatlarda Xitoyga bo'lgan noroziligimizni bildira olsak nihoyat yaxshi bo'ladi. Ham o'zimizning bir ishni qila olganligimizdan, o'shadagi tuqqanlarimiz uchun, xalqimiz uchun azroq olsun bir fidokorlik ko'rsatganligimizdan o'zimiz nihoyat xush bo'lamiz. Biraz ko'nglimiz biraz rahat his qilamiz. Bir ish qila oldim, hech bo'lmadigan majbur ishni qila oldim debchi. Agar uni qila olmay kechki uyda buruqdan bo'lib, yo'qimiz buning parvosiz qarash, yo'qimiz ay nimite ya bilgan ayollar benim aqti, o ko'kte deb har bir qilayotgan ishimizdan putaq tepish, har bir ailemlarda texi bu shaxsiy jamlining ishi emas deb unidan putaq tepib, zihnimizning aytdi psixologiyamizning buzilganligining alomati. Ashunday gapni tepib atgan, ashunday ishni qilayotganlar normal inson bo'lsa, agar bo'lmasa
Xitoy tajovuzlarining o'rinlashtirayotgan ashuna bizni gap so'zlar orqali ashunda nimalar orqali bizni bir-birimizga silish, anaqa ziddiyat urug'larini chechib, bir-birimizni qalaymaqon qilishdan boshqa narsa emas qarindoshlar. Uning uchun biz anaqa bizning ishimizga qarata gap tepayotgan dushmanlarning do'stlarimizni to'liq tunib, shunga qarata ish ilib borsak, nihoyat yaxshi bo'lar deb qarayman, qarindoshlarim. Mana Xitoycha, turkcha, inglizcha har xil shiorlar yaxshi to'g'rilanib o'tibdi. Allah razı olsun deyimiz bunu o'rlashtirgan, tashkillagan va buning uchun mush maydonlarga to'kilgan hamma qarindoshlarimizni Allah razı olsun deymiz qarindoshlar.
Assalamualaikum qarindoshlarım. Men o İstanbul'daki ballar bilen taz aloqalashamadim. Aloqamiz tez ravon bo'lmay qoldi. Assalomualaikum qarindoshlarım. Men o İstanbul'daki ballar bilen taz aloqalashamadim. Aloqamiz tez ravon bo'lmay qoldi. Mao mening eshik tikimman. Naq maydondagi videoni nimasini o'zimniki qaytilib ketib bordim. Men hozir anandan keyin Mao naq maydonnikini Facebook'dagi Istiqlal televiziyasi naq maydonni taqdim etibdi qarindoshlar. Men hozir boshqa davlatdagi qarindoshlarimiz bilan aloqalashib, shular tunigan deyishib qo'ygan bo'yimcha bugunnikini yarim soat Mao İstanbul'nikini. Her bir yanikini men amal va vaqt soatini chekli shaklda ilib berishni o'ylashgan. Bugun mana İstanbul'niki naq maydondan boshqa qarindoshlarimizni alamizmi desem o şekilde bo'lmay qoldi qarindoshlar. Onun uchun men hozir yana bir deyishgan yerim bilan aloqalashib, shu yana naq maydonni taqishga o'ylangan tirishay qarindoshlarim. Onun uchun bu yerda Facebook'da naq maydon bo'layotgach men uni yana ulab taqishning o'rni yo'q. Faqat bu nimani shu yerda ziyorat ola olsam, qarindoshlarim bilan aloqalasha olsam, ziyorat nimaga nima qilay dedim. Chunki bu ba'zi qarindoshlarimiz bu o'ylab ulanmalar tunji qitimlar bo'lgan uchun ba'zi vaqtda telefonlarda mashg'ulotida xatolik ko'rildigan, anan keyindan taraf varan-churon bo'lgach telefonning vaqtida anglayolmay qoldigan ahvollar bo'ldi ekan. Shunlashqa qarindoshlarim ayibga burmanglar. Ba'zi bir texnik sabablar, ba'zi bir sharoitimizning cheklik bo'lishidan ba'zi vaqtida naq maydonni ziyorat qilolmaydigan ahvollarimiz bo'ladi. Çünkü bir qarindoshim bilan deyishib olgan, o qarindoshimiz bilan sharoitimiz tufayli ulasholmadik. Boshqa qarindoshlarim oldin xabar qilmaganligim bo'lganligim uchun, buningga ba'zi bir tayyorlik bo'lmasa bo'lmaydiganligi uchun balkim nima qilib qolgan bo'lishi mumkin. Uning uchun qarindoshlar men yana bir deyishgan Germaniyadagi yana bir bo'lgidagi qarindoshlarim bilan ilib boradigan suhbatim bor. İnşallah unimi vaqtida taqtishga deyishimiz. Uni 11 ya'ni nimaning vaqti? Yevropa vaqti 11'de inşallah başlaştırışımız. Şu programımızda vaqtida ko'rishingni umid qilaman. İnşallah bu programlarımızı ko'rgan qarindoshlarımızning qo'llashini, bizni yaqindan yordamda bo'lishini, hamda taqib qo'yishini, yordaminglar qilmasanlar kanalimizga a'zo bo'lish, ham biz taqatgan mushu ulanmani taqib berib bersanlar, o'zinglarning ijtimoiy taratqularda shu eng cho'ng bizga qilib bergan yordaminglar shu qarindoshlarim. Hammanglarni Cenab-ı Allah'a topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.